bugun dushanba yuklagani kelganman. Eng qizig'i hozir mana shu yerdan yukni tushirdim. Сразу mana shu yerdan anu qilyapti, yuk beryapti. Первая загрузка в том же месте. Hozir mana shu yerdan tushirdim-da. U endi bizga ham farqi yo'q. Endi mana narsalarni taklab, endi zadaniya bermaydi, maza qilib damda olaman deb. Yotuvdim, qatdan bermaydi, itdek ishlatish kerak bular. Bizni hali itdek ishlatadi. Sekin mana pul topar kiyimlarni kiyib, ko'pchilik yozadi-da, futbolkani nima bir xil kiyib yurasiz, alishtiring. Bunday yangilik qilib turib, kiyimga nima aloqasi bor odamda. Главное mana toza bo'lsa bo'ldi. Unisi ham mayli. Prosta pul topar ishchi kiyimlarda bular, xudo xolasa O'zbekistonga qaytganda keyin bo'yinga troslarni ilib, soatlarni taqib o'zimcha ko'cha bo'lib yuraman. Hozir ish qilish kerak, glavnisi shu kutini yorish kerak xullas. Hozir ertalabdan masjidga tushirdim-da, yukni tushirib kelib masjidga parkovka qilib dam olib turdim. Xuddi mana shu joydan yana berdi-da. Yana masjidda yozib qo'yibdi. В том же месте, где теперь выгрузился. Да, где выгрузился, и тут буду загрузить. Manga desa, блядь, bir oy masjidda qolaman, pulimni to'lasa bo'ldi-da, menga nima farqi bor, to'g'rimi?